Assalomu alaykum jigarlar, sizlar bilan Farg'onali bola bo'lyapti va biz bugun mana bu narsani ertalab ko'rib qoldim. Uyg'onib qarasam, bitta hisobdan bitta tablichkalar yozuvlar ham bor ekan. Bolalar, men sizlar uchun challenge tayyorladim. Uddolsizlar 64 ta almas beraman. Bola tashkil ekan. Mayli. Endi o'taylikcha harakat qilamizda bir. Bismillah deb. Hoppa. Yo'q, adashdim. Lekin nimada? Hani hoppa. Ashoy. Kim qilgan bo'lsa ham yomasi bo'lyapti lekin. Hoppali. Boshdan chiqamiz endi. Hoppa. Chiqdim. Ana. Endi oson. Ana slime yopishqoq edi, shunga qiynaldim. Endi bemalol chiqib ketaveraman. Jonim to'lmasin. Nima qilish kerak bitta? Shuni mana narsa asalmandira tayyorlanib. Bismillah deb. Voy, bo'ldi, ikkinchi dubl. Endi yaxshilab bo'ldi. Bo'ldi. Hoppa. Mayli, unchalik ko'p ham jonim ketmadi. Rassasab o'ynayapti, kim qurgan bo'lsa ham. Bitta vagonetka bor ekan. Endi buni bekka qo'yib, chati ustiga o'tirib sayr qilamiz. Atrofning go'zalligini qara. Voy, namcha qiymatlar. Hoppali. Chati yo'bet netovrojicha. Yo oldinga yur. Yo'q. Bitta ifrit bor ekan. Yo'betdan surish kerak sirasi. Yo'q. Hoş chota biz buni. Şu bitta balki nima. Uni kiyganiga uraman, kesaveraman. Yo'q, aytmadi. Ya bitti chetga o'tish kerak menimcha. Voy, bitta undan ham ko'p ekan. Voy, toshni qo'lga ishlashga to'g'ri kelyapti. Qiyin. Yo. Bolalar bitta xona mana varonkada shuna narsalar bor ekan, men varonka qo'yishganini endi shunda. Endi miyagi hammangni bitta yo'yaman. Miyagi semiding. Bitta o'rangam bo'lmadi. Bo'pti ketdi. Endi ana grezlar bilan shug'ullanamiz. Kim qilgan bo'lsa ham qo'l tegdi, oyoq tegdi, qilmabdi yaxshi. Do'stlar, yana shuna video chiqishini xohlaysizlar, obuna bo'linglar. Shu video tagida 100 ta like va kanalimda 100 ta obunachi qilgan zahoti men buni 3-qismini olaman. Sizlarga bu juda ham yoqayapti. 2 kun ichida allaqachon 300 ta prosmotr qo'yibsizlar. Qoyilman sizlarga buncha ko'pligini bilmagandim. Sizlarga bu yoqishini endi shuni yetdim. Shuning uchun agar shu videoni ko'rishni xohlasanglar, albatta obuna bo'lib, like ham bosinglar. 100 ta like va 100 ta obunachi. Hoppa. Men esa mana sassiqchalarni yoyishtiraman. Miyaki.
Miyakilarning yo'q, olovga qarshi kuchim yo'qotdi. Bo'ldi. Endi Miyaki sassiqchi. Miyakilarning nima sizlar aytishlaring mumkin? Nima do'stingiz Demir qatnashmayapti deb uni dadasi uni uyga chaqirib qoldi. Biz syomkani mana kechqurungi 22:10 da boshladik. Shuning uchun bu yerda sandiqlar ham bor ekan. Qani bu sandiqda yana 25 tiflitni tuxumi. Cho'tama shuni nima qilish kerak deydi. Ikkinchi sandiqda bu demir uchun aslohalar bu. Nimaga varankaga qo'ydim, xuddi menga o'xshab. Hammayda hammasini birdaniga paydo qilib, kiyimlarni yo'q qilib, kiyimlardan nechta oluvli tayoqcha tushishini ko'raman. O'nta ravishsa agar sizlar like bosasizlar, chunki bular tushish ehtimoli kamdajicha. Nima bo'lyapti? Olovga qarshi kuchim tugab qoldimi? Bo'ldi, endi miyaki. Yo'q, bunu to'rtta bo'ldi. Bular shukur. Men bularni yoyishtirishdan shunchaki kayf qilaman, kayf. Oppali. Allaqachon yana 3 ta qilsam, sizlar obuna bo'lib, like bosasizlar. Mana shu adashmasam oxirgisini. Yana hali fityonta bor ekan. Bir dona bo'lsa sizlar buni va like bosasizlar. Bo'lmasa men ikkinchi qismini chiqarmayman. 20 ta bo'ldi, 10 ta bo'ldi. Endi sizlar like bosib obuna bo'lishga majbursizlar. Demayman, agar shuni 3-qismni ko'rasizlarning 100 ta obunachi va 100 ta like shu video orqali meni kanalimga. Meni kanalim Farg'onalik bola kerak bo'lsa kimgadir o'zgartirib qo'ydim-da. Oppali. Endi nima qilish kerak? Bu temir eshik bu. Nimadir bormikin yordam uchun? Mana tosh bor. Bunday qilib, bundan balki bu biz bunga bulishnik kerak. Balki neyse bular. Endi esa bo'lyapti. Birdan imkon qoldi bizga.